sizga ma'muriy bayonnoma yozib beramiz tog'a. Bir gap kechiring, baraka topkir. Birinchi kelishim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Italiyada hozir shunday bir voqea bo'ldi. Mana politsiya kelishdi. Shu politsiyalar to'xtadi. Keldida. Favqulodda vaziyatda to'xtaydigan joyda to'xtabsiz. Eng ko'p 860 euro shtraf. Eng kami qancha ham dedi-da. Nima? Men sizni diningizni qattiq hurmat qilaman dedi. Sizga hech qanaqa shtraf qilmayman. 45 minut dam oling, iftorligingizni qiling, namoz o'qing, oq yo'l faqat keyingi safar bu yerga to'xtamaydi. 5. To'g'ri 1-2 yo'l belgilangan. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmatiga katta serjant shular. Bu yoqdan bu yoqqa Toshkentga shaharga ketaman deb adashib qoldim o'zi. Asal qoldi, xavfli holat yuzaga keltirishdi. O'zi men yanishdim azroq. Keyinga nisbatan sizga ma'muriy bayonnoma yozib beramiz tog'a. Bir gap kechiring, baraka topkir. Birinchi kelishim. Agar boy 1-2 kelgan bo'lganimda jonim bilan anaqa edi. Birinchi kelishim. Uzr, bir gap kechiring. Bilgan tartibda sizga ma'muriy bayonnoma yozildi. 15 kun davomida to'lab qo'yib, 30% chegarasidan o'zi yashash ma'nosida.